Miya mojaro davrining oxirida dunyoga keldi va elflar boshidan kechirgan ayanchli voqealarga guvoh bo'ldi. Oy ma'budasi Azriya ustida lunar Aegisni yaratmaguncha oy elflari yana gullab yashnashga erisha olmadi. Estesning so'nggi so'zlari hamon uning qulog'iga jaranglardi. Tinchlik, ezgulik va poklik bu mening orzuyim. Miya endi o'rmon qo'riqchisiga aylandi. Kunlar o'tgan sari u o'z xalqi uchun kamon otish mahoratini charxlar. Har kecha oy nuri ostida yolg'iz mashq qilardi. Bir kuni u daraxt ustida dushmanni kuzatar ekan, orklar va iblislarning hujumiga guvoh bo'ldi. O'rmon havosida xavotir aralash qo'rquv sezildi. U kamonni tortdi va 3 kumush nur dushman yetakchisining yuragini teshib o'tdi. Elflar Aegisni tiklab, o'rmonda yana tinchlik o'rnatishdi. Ammo bu tinchlik uzoqqa cho'zilmadi. Qora tutun osmonga ko'tarilib, Moonlit o'rmoni ichidan baqiriqlar yangrardi. Orklar va Abyes kuchlari yana hujum o'tdi. Miya yuragi g'azab va qo'rquv bilan to'ldi. U oxirgi marta daraxt oldida tiz cho'kib, Estesga iltijo qildi. "Aka, menga javob ber, kuch va ishonch ber, xalqimizni himoya qilaylik." Ammo daraxt sukut saqladi. Atrofdagi